Musiqa san'ati insoniyatning ma'naviy boyligi, estetik dunyoqarashi va kelajak kamolotini belgilovchi mezonlardan biri sifatida ardoqlanib kelinadi. Unda har bir xalqning milliy an'analari, urf-odatlari, marosim va qadriyatlari munosib o'rin olgan. Musiqa ijrochiligi xalq musiqa madaniyatining shakllanib, rivoj topuvchi jonli jarayoni ekanligi hammaga ma'lum. Uning namoyandalari bo'lmish sozanda, xonanda va bastakorlar xalq madaniyatining o'ziga xos mutasaddilari sifatida ardoqlanib kelingan. San'at bu millatning yuragi, uning ovozi, uning tarixidir. Mana 90 yildirki ana shu yurakning urishini tarbiyalab kelayotgan maskan bor. Bu O'zbekiston Davlat konservatoriyasi. Mana biza hozir o'tirgan binoyimiz 2002-yil barpo etilgan. Hurmatli birinchi prezidentimizning tashabbuslari bilan ushbu bino barpo etilgan. Hozir ko'rib turganinglardek, talabalarimiz zamonaviy bilim olishlari uchun jahon standartlariga mos ravishda barcha sharoitlar yaratilgan binoda mana hammamiz ko'rib turibmiz. Talabalarimizga juda yaxshi sharoitlar yaratilgan. Mana ko'rib turganinglardek kutubxona, bizning homiylarimiz mablag'lari hisobiga, Madaniyat vazirligining mablag'lari hisobiga barcha sharoitlar yaratishga biz harakat qilyapmiz. Zamonaviy talabga javob beradigan auditoriyalarda kompyuterlar jihozlangan, binolarimizda hamma interaktiv panellar, hozirgi zamon talablariga javob beryapti hammasini. Ustozlarimizga barcha sharoitlar yaratilgan. Bilasizki, hozir Oliy ta'lim vazirligi tomonidan Xemis dasturi ishlab chiqilgan. Barcha jarayonlar to'liq 100% raqamlashtirilgan va bu ham o'ziga yarasha talabalarimizga, ustozlarimizga juda yaxshi erkinlik beryapti. Bugungi kunda respublikamizda eng yetakchi mutaxassislar, muzikachilar, kompozitorlari O'zbekiston Davlat konservatoriyasida dars olib borishmoqda. O'zligining ko'p yillik tajribasi bilan studentlar, talabalar bilan ulashmoqda. Bizning ilmiy salohiyatimiz nihoyatda yuqori. Doktorlar, dotsentlar, professorlar, undan tashqari xizmat ko'rsatgan artistlar, respublika xalq artistlari, demak, ko'zga ko'ringan musiqachilar deyarli barchasi O'zbekiston konservatoriyasida faoliyat ko'rsatishadi. Undan tashqari bu katta tajriba, bu bilim, bu nima desak bo'ladi, ijodiy bir qanaqadir ko'tarinkilik bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlikda talabalarga yetkazilmoqda. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi mana bu yil o'zining 90 yillik yubileyini nishonlash arafasida turibdi. Bu konservatoriyadan ko'plab buyuk san'atkorlarimiz yetishib chiqqanligini va butun dunyoda o'zbek musiqa san'ati ijrochiligini namoyish qilishgani hammamizga sir emas. Endi o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsam, ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi professor Ahmadjon Odilov, professor Fazilat Shukurova, Rustam Ne'matov va ko'plab ustozlarimiz keltirishimiz mumkin. Bularni bizga qoldirgan ulkan merosini biz davom ettirgan holda kelajak avlodga yetkazsak, men o'ylaymanki, o'sha konservatoriyamiz 100 yoshga kirganda va undan ham yuqori yoshga kirganda bu narsalar albatta kelajak avlodga yetib boradi degan umiddaman. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida ishlaganimda bu yil 55 yil bo'ldi. Men o'zim demak guvoh edim. Shuncha yillar ichida
qancha rektorimiz keldi, qancha prorektorlarimiz, qancha rahbariyat o'zgaribdi, qancha talabalar keldi, kelib ketdi, ancha bo'ldi bilmaymanu, lekin minglab tayyorlab berdi shularning ichida. O'zbekiston davlat konservatoriyasi haqli ravishda Markaziy Osiyodagi eng qadimiy oliy musiqa ta'limi muassasasi hisoblanadi. U 1936-yilda tashkil etilgan bo'lib, ko'p yillar davomida ushbu mintaqadagi yagona musiqa oliy ta'lim muassasasi bo'lgan. Konservatoriya tarixi juda boy va mazmunli. Bu yerda O'zbekiston musiqa madaniyatining taniqli namoyandalari, professional san'at va musiqa ilmining darg'alarining faoliyat yuritishi diqqatga sazovordir. Bugungi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasi mamlakatdagi eng yirik musiqa bilim yurti hisoblanadi. Konservatoriya ta'lim tizimi Yevropa yo'nalishlari bilan bir qatorda o'zbek milliy ijrochiligi, estrada xonandaligi va estrada ijrochiligi, axborot texnologiyalari yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Yil qaror qabul qilingan O'zbekiston davlat konservatoriyasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar prezidentimiz qarori chiqqan. Mazkur qaror asosida bizada ilmiy kengash faoliyati yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda biza ilmga juda katta e'tibor qaratib, bizani professor o'qituvchilarimiz falsafa doktori yoki o'sha DC doktorlarini olib ilmiy salohiyatni oshirib kelmoqda. Hozirgi kunda bizda konservatoriyamiz bo'yicha ilmiy salohiyatimiz deyarli 60% ga yetgan. Bu ham konservatoriyaning bir yutug'i. Bundan tashqari yoshlarimizga juda katta e'tibor qaratilyapti. Sport to'garaklari, til to'garaklari bizda atrofidagi mahallalar bilan juda katta faoliyatlar olib borilib, bevosita ular bilan konsert tadbirlari, juda katta tadbirlar o'tkazib kelyapmiz. Xabaringlar bor, mana biz juda katta keng nishonlab 85 yilini o'tkazdik. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan ko'p yil faoliyat olib borgan professor o'qituvchilarimiz davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan. Bu ham bizga juda katta yutug'imiz. Va o'ylaymizki, bugungi kunda mana 90 yilligini nishonlash arafasida ham biz katta tadbirlarni rejalashtirganmiz. Ta'lim forumlari o'tkazamiz, konsert dasturlari, butun viloyatlardan tashqari xalqaro darajadagi tadbirlarni o'sha hammasini biz bu yil o'sha konservatoriya 90 yilligiga bag'ishlab o'tkazishni rejalashtirganmiz. O'ylaymizki, barcha tadbirlarimiz juda yuqori saviyada o'tadi. Konservatoriyani judayam qadrlaymiz va asosan konservatoriyaning 90 yilligi asosida meni ko'zim oldiga hozir kelyapti. Ashot Ivanovich Petrosyan cholg'ulashtirgan masalan asarlar, keyin cholg'ularni takomillashtirgan yillari keladi. Cholg'ular faqatgina diatonik tovush qatoridan ega emas, yana ham professional, yana ham mohirona ansambl orkestrlarga talabiga javob bera oladigan asarlarni bemalol, masalan, qardosh xalqlar bilan birgalikda ijro etadigan dutorlarni yaratishgan, ular juda ham katta ish qilishgan. Undan tashqari ularni mana masalan shu qilayotgan ishlardan tashqari sinf ijrochiligi, masalan, dutor sinfi, chang sinfi deymiz-ku bizda, dutor sinfi bo'yicha asosan Asilov, Vasilov sinflarini eslab o'tamiz. Ular barmog'ini qo'yish, applikatura, pozitsiya, dutorda ijro holati, postanovka, to'g'ri o'tirish holati, qulay o'tirish, ijroni sekin-sekin murakkablashtirish, o'ng qo'l, chap qo'l qoidalarini judayam aniq yoshlarga tiniq qilib yetkazib shu o'quv qo'llanmalar chiqarishgan. Ularning sinflari bizga avloddan avlodga yetib kelyapti ustozlarimiz orqali.
Diyoraxon hozir mana demak Faxriddin Sodiqov qalamiga mansub Xumor asarini chalamiz. Demak o'sha kirish qismini siz chalasiz. Faqat chalganingizda xaridan uzoqroq o'rtaroqda chalasiz. Sababi o'sha ovoz sifatiga yaxshi bo'lishi uchun. Xo'pmi? Va cho'pni faqat uzunroq ushlaysiz. Cho'pni faqat uzunroq ushlaysiz. Agar kalta ushlasangiz, ovozimiz ravon chiqmaydi. Xo'pmi? Mana shunday ushlaysizda, o'shanda o'rtada chalasiz. Qani marhamat, kirish qismini chalib beradilar, keyin hammamiz birgalikda ijroni boshlaymiz, ha? Mana konservatoriya uyim desam ham bo'ladi. Men har kuni erta tongdan kelib o'sha kechki payt ketaman. Hayotimning asosiy vaqti shu konservatoriya bilan o'tadi. Ya'ni konservatoriyada eng quvonchli damlarim, eng o'sha musiqaga bo'lgan o'sha bolalikdagi orzularim mana shu konservatoriyada ro'yobga chiqdi desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Endi konservatoriyada mana shogirdlarimiz, bizda iqtidorli shogirdlarimiz juda ham ko'p. Bularni o'zi birinchi kursga kelgandayoq o'zi bularning iqtidori namoyon bo'ladi. Biz shularni iqtidorini yana ham bir rivojlantirish maqsadida o'sha yangi repertuarlar bilan ularni ijro repertuarini boyitib, kelajakda ularni o'z o'rniga ega bo'lishlariga qo'limizdan kelgancha harakat qilib hissa qo'shib kelyapmiz hozir. Yaxshi, yaxshi. Kayfiyat. Yengil tugatamiz. Ana shundoq tugatamiz. talabani o'qishi uchun hamda ustozlarni dars faoliyatlarini olib borish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Hammasi yaratilgan. Faqatgina bilim olish kerak talabalar, harakat qilish kerak. Harakat haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p talabalarimiz akademik xonandalik hozir gapirib o'taman. O'zim shu akademik xonandalik va opera tayyorlovi kafedrasida faoliyat olib borayotganim uchun kafedradan har yili kamida 5 ta 10 ta yigit qizlarimiz, talabalarimiz laureat bo'lib kelishadi. Mana misol uchun men o'zim 7 ta xalqaro tanlovda hay'at a'zosiman. Shular ichida 4 tasida hay'at raisiman. Talabalarimiz shu katta sahnalarda, shu tanlovlar bo'lib o'tayotgan davlatlar, misol uchun Rossiyada bo'lib o'tadigan tanlovda, Rossiyaning Moskva shahrida xalqaro romansiyada tanlovi bo'lib o'tadi. Bu 12 ta etapdan iborat katta bir tanlov. Bunda oxirgi jarayonida, finalida 12 ta davlatdan qatnashishadi finalchilar. Shular ichida albatta har yil bizni talabalar ham bor. Albatta. Yana quvonarlisi biz 2-o'rinni olmaymiz. 1-o'rin Grand Prix. Har yili shu. Undan tashqari mana Sankt-Peterburgda Rimskiy-Korskov konkursi bor. Juda ham nufuzli katta xalqaro tanlov bu ham 25 ta 30 ta davlatdan kelib qatnashishadi. 300 ga yaqin qatnashchilar
tanlab olinadi bu konkursda. Shunda ham bizlarni talabalarimiz O'zbekiston yigit-qizlari qatnashib, birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallab kelishadi. Rimskiy Korsakovda Karyakin degan Mixail Karyakin nomidagi konkurs Sankt-Peterburg shahrida, bu ham juda katta nufuzli konkurs. Opera xonandalari konkursi. Mana o'tgan yil bordik. Bu konkursga men haligi o'zimizda o'qib yurgan Doniyor Olimovni tayyorlab bordim. Birinchi o'rin sohibi bo'ldim. Bu yerda yuzlab san'atkorlar, kompozitorlar, dirijorlar yetishib chiqdi. Ularning ijodi bugun ham sahnalarda jaranglamoqda. Har qanday dargohning yuragi bu unda faoliyat yuritayotgan ustozlar, professor, o'qituvchilardir. Konservatoriya ustozlari esa nafaqat bilim beruvchi, balki san'at maktabining davomchilari. Ustoz shogird an'anasi bu yerda o'zgacha qadriyat sifatida saqlanib kelmoqda. Konservatoriya bu faqat dars emas, bu ijodiy hayot demakdir. Bu yerda har bir nota mehnat, har bir chiqish sinovdir. O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshida Changchilar ansambli 1969-yilda ustozimiz Ahmad Odilov tomonidan tashkil qilingan. Bu ansambl juda ko'plab dunyoni sahnalarida o'z ijrolarini namoyish etgan. Afsuski bir muddat orada ayrim sabablarga ko'ra to'xtalish bo'ldi. 2015-yildan boshlab mana tashabbusim bilan bu ansambl qayta tiklandi kafedra qoshida. Bugungi kunda juda ham iqtidorli qizlarimiz, yigitlarimiz shu ansambl tarkibida ijro qilishadi. Mana shu ansambldan ijrolari bilan ko'plab shogirdlarimiz mana Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo'lishdi, 2 nafar qizimiz. Bundan tashqari rektor stipendiyasi sohibasi, Navoiy davlat stipendiyasi sohibalari bo'lishdi va juda ham ko'plari xalqaro va respublika tanlovlari g'oliblari bo'lib, bugungi kunda ham o'z faoliyatlarini olib borishyapti. Biz ansamblimizni asosiy maqsadi shu yosh sozandalarimizni yetishtirib chiqish, bundan tashqari bastakorlar va kompozitorlarning asarlarini targ'ib qilishdan iborat. Kunda Changchilar ansamblini repertuari haqida gap ketganda, biz bastakorlar bilan va kompozitorlar bilan alohida ishlaymiz. Yangi asarlar bizga yozib berishyapti. Bunga misol tariqasida Avaz Mansurov, Oydin Abdullayeva, Sherzod Sobirov, Farruh Akramov, bastakorlardan Qahramon Nazirov,
Sardor Pirimov kabi ustoz san'atkorlarning asarlarini bugungi kunda ijro etyapmiz. Bundan tashqari estrada yo'nalishida ijro qilingan kuy qo'shiqlarni ham ansambl tarkibiga kiritib, bugungi kunda ijro repertuarimizni boyitib boryapmiz. Konservatoriya faqatgina ilm bilim beradigan bir tarmoq emas, ilmni rivojlantiradigan tarmoqqa ham aylanmoqda va aylanib kelmoqda. Undan tashqari konservatoriyaning yana bir faoliyati borki, bu albatta konsert jarayoni, ya'ni ijod ijro jarayonlari. Bizda deyarli har kuni mana katta muvaffaqiyat bilan 4 ta zalimizda konsertlar bo'lib o'tadi. Bu konsertlar turli yo'nalishlarda bo'ladi, milliy sohada, akademik muzika sohasida va bunda ham bizning konservatoriya ustozlari va talabalari birdek qatnashishadi va keng jamoaga, katta doiradagi tomoshabinlarga o'z bilimini ulashadilar. O'quvchilarimizga hozir dastalar tuzilgan, mana ko'rib turibsizlar, bu qizlarimiz men bilan tengma-teng chiroyli tadbirlarda yurtimizni yaxshi oliy o'quv yurtlaridagi Navro'z, chiroyli bir mustaqillik bayramlarida bizani taklif qilishadi. Biz qo'ldan kelgancha milliy kuylarimizdan ham ko'proq ijro etamiz, lekin bu bilan teppa-teng klassik mohirona asarlarni ham ijro eta olishadi. Dinamik otenkalarga hammasini bajarib ijro etasizlar. Небольшое. Переход плавный. И. Да, и дальше. Все. Сейчас лучше. Улуг шоир г eshitish kerak. Ulug' shoir, прошу. Покажи. Ulug' Bu bilaman, men talabalardan so'rasak, bular hozir xursand. Kutubxonaga bular mehmon emas, xo'jayin bo'lib kirishadi. Yana nima desam, bizning kafedramiz talabalarimiz sal boshqa tarbiyalari boshqacharoq, chunki biz kollektivda ishlaymiz. Mana bular hozir mana shu yerda ham dirijorlar o'tiribdi, ham vokalistlar. Bular bilasizlar, jamoada jamoatchilik bu juda ham kuchli narsa. Bir-birini podдержка qilib, eshitib, bular ansamblda, bu ansamblda ham musiqa ansambl bo'ladi, ham bu ansambl hayotda ham olib ketishadi bolalar.
O'zbekiston davlat konservatoriyasida o'quv jarayonining muhim bosqichi ijodiy faoliyatdir. Konservatoriya jamoasi yiliga 300 dan ortiq turli konsertlarni o'tkazib kelmoqda. Konsert ijrochilik faoliyatiga 38 ta O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va faxriy unvonlarga ega mutaxassislar, shuningdek 80 dan ziyod xalqaro va respublika tanlov laureatlari o'z hissalarini qo'shmoqda. Hozirgi paytda O'zbekiston davlat konservatoriyasida biz talabalar uchun, iqtidorli talabalar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud. Kuni kecha rektor stipendiyasini qo'lga kiritish nasib qildi. Stipendiyalarni qo'lga kiritish uchun biz yoshlardan birinchi navbat a'lo baholarga o'qish, 5 baholarga o'z ustida tinmasdan ishlash, ilm qilish, maqolalar yozish, konsertlarni olib borish talab qilinadi. Ustozim, fan doktori Ganixanova Shoisa Sharifuddinova ushbu stipendiyani olganimga juda ham katta hissa qo'shganlar va analiz fanlari, solfejo, maqom fanlaridan ustozlarimiz bizga fundament bilim berib, bizni shu darajada o'sib katta mutaxassis bo'lishimiz uchun juda ham katta rol o'ynashadi. 2021-yilda birinchi marta talabalikni his qilgan kunimdan boshlab hozirgi kunga qadar bizni konservatoriyamizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Aynan men kelgan vaqtda konservatoriyada endi o'zgarishlar boshlanayotgan jarayon va aynan hozir o'z ko'zlarim bilan ko'rib turibmanki, hozirgi kunda barcha jarayonlar o'zi oxiriga yetib qolgan va yana davom etib kelmoqda. Hozirgi kunda magistraturaning birinchi bosqichida o'sha ilmiy ish mavzularimni tanlaganmiz. Ilmiy rahbarim bilan birgalikda mana shu ilmiy ish izlanishlarimni oxiriga yetkazib borish uchun kutubxonamizdagi elektron manbalar, kutubxonaning yana o'zini elektron sayti bor. Shu saytdan olinadigan manbalar va qo'lyozmalar va har bir kutubxonada bo'lmaydigan qo'lyozmalardan foydalangan holda kutubxona bilan hamkorlikda olib bormoqdaman. Uzib aytamiz. O'tkirroq. Ani yaqinroq. Yaqinroq aytamiz. Qirg'izistonda o'tadigan u ham juda nufuzli tanlov. Shunda ham mana Faryozbek hozir dars o'tdik. Faryozbek Usmonov birinchi o'rinni sohibi bo'lib keldilar. Ridvan Sulaymonov degan bir talabamiz bor. U yigitimiz ham shu Qirg'izistondagi konkursda birinchi o'rinni egallab keldi. Otabek Nozirov ham Glinka nomli katta bir nima deydi, tarixiy tanlovda, konkursda birinchi o'rinni egalladi. Bu nimadan dalolat? Bu konservatoriyamiz ustozlari tomonidan katta mehnat olib borilayotgani, keyin mana rahbariyatimiz tomonidan shart-sharoitlar yaratib berilayotganini ne'mati deb bilaman, shu mas'uli deb bilaman. Shuni hozirgacha Qirg'iziston, Rossiya juda ham ko'p davlatlarga konkurslarga borib keldik shu 2 yil mobaynida. Bu biz uchun berilgan shu rektorimiz hamda konservatoriya rahbariyatining juda ham katta imkoniyati. Undan tashqari qo'shma hamkorliklar, viloyatlararo yoki o'sha respublika yoki o'sha chet ellar bilan hamkorliklar, juda ham ko'p talaba yoshlarimiz dunyo miqyosidagi konservatoriyalarda, musiqa oliygohlarida malaka oshirib, o'z bilimlarini kuchaytirib kelishmoqda. Kelajakda xuddi ustozimizga o'xshagan xalq artisti, professor bo'lib, ustozimizni yo'llarini davom ettirish. Nimaga konservatoriya ham o'sha oddiy ta'lim dargohi emas, bu bizni sahna madaniyatini o'rgatadigan, san'atga fidoyilikni o'rgatadigan va shu tomoshabinlarni ko'nglidan qanaqa joy olishni o'rgatadigan bir
dargoh desak mubolag'a bo'lmaydi. Konservatoriya bitiruvchilari bugun dunyoning turli sahnalarida O'zbekiston nomini munosib himoya qilmoqda. 90 yil bu tarix, ammo konservatoriya uchun bu yangi bosqichning boshlanishi. An'ana va innovatsiya uyg'unligi bugungi konservatoriyaning asosiy yo'li. 90 yil davomida bu maskan minglab qalblarga musiqa baxsh etdi va bu sadolar hali uzoq yillar davom etadi. Bu faqat tarix emas, bu davom etayotgan kuydir.